hozir bitta turk mendan qatlisan deb so'radi. O'zbekistonlikman desam agar 67 yoshli onamga o'zbek ayol boquvchisini qidiryotgandim. U bironta tanishing yo'qmi, ish qidiryotgan dedi. Yo'q, men unaqa tanishim yo'q deb qo'ydim. Keyin gap bilan suhbat bilan bo'lib menga aytibdi. Sizlarni ayollaringiz zo'r deyapti. Yoshi 80 ga, 90 ga qarab borsa ham, men biror marta eshitmaganman boquvchi qidirganini. O'zini o'zi eplab yuradi-ya dedi. Hatto 50 yoshga kirgan ayollaring bizning davlatimizga kelib, boshqa ayollarga boquvchilik qilib qarashadi, ishlashganini ham ko'rganman dedi. Men esa boshimni ko'tarib, kerilib, bizning o'zbek ayollarimiz shunaqa mehnatkash, baquvvat bo'lishadi deb maqtab qo'ydim. Lekin ich-ichimdan meni xafa qilgan bitta осознание o'tib ketdi. Bizning mentalitetimizda nimaga boquvchi olishmaydi? Chunki shunchaki o'g'lini uylantirib qo'yadi. Boquvchi olsanglar, unga har oy pul berishinglar kerak. Ya'ni oyligini chiqarib berishinglar kerak. Senga pul beryapman-ku deb xohlagan muomalangizni qila olmaysiz. Baqira olmaysiz, so'ka olmaysiz, minnat qila olmaysiz. Aks holda sen ishingni olasan deb chiqib ketadi. Vazifasida bo'lmagan ishni buyura olmaysiz. Shuning uchun eng byudjetli variant kelin. Boshqa davlatlarda esa kelinlar boquvchi vazifasini o'z bo'yniga olishmaydi. Shunga qaramay, ularning qadrlari juda ham baland va erlari mana shunday qo'llarida ko'tarib yurishadi. Bizning mentalitetimizda esa hammada emas, ayrim oilalarda erining xizmatini qilib, ota-onasini rozi qilsa ham bir tiyinlik qadri bo'lmaydi. Shuning uchun ba'zan o'ylanib qolaman, oxu va eshak haqidagi maqol rostmikan? Oxuni insoniyatga bir tiyinlik foydasi tegmasa ham uni qadri baland. Oxu deb gapirishadi. Lekin eshak qancha xizmat qilsa ham, qancha mehnat qilsa ham bir tiyinlik hurmati ham yo'q, qadri ham yo'q.